7-chi yozmish, iqtidor to'plami 7-chi yozmish, 43-chi masala. Suqsunlarda A geni berilgan zangori, kichik A geni yashil rangda, katta B geni to'q rangda hamda kichik o'rtacha belgini ta'minlaydi. Heterozigota holatda, gomozigota resessiv holatda esa och rangni ta'minlaydi. Ingibitor gen dominant holatda ta'sir etmaydi. Resessiv holatda blok gen hisoblanib oq rang vujudga chiqadi. Ya'ni rang yuzaga chiqmaydi deb olamiz. Bizga beryapti. Bu yerda berilgan organizmlardan o'rdaklar beryapti. Och zangori o'rdaklar o'zaro chatishtirilganda och yashil va oq o'rdaklar hosil bo'ladi degan ma'lumot beryapti. Demak, shundan xulosa chiqarishimiz mumkin. Och rang vujudga kelish uchun demak bizda o'rdaklarimizda gomozigota B belgilari bo'lgan. Resessiv holatda och rang vujudga kelishi uchun zangori bo'lish uchun katta A belgisi bo'lgan. Keyingi belgilar noma'lum. Ingibitor gen ingibitor ta'sir etmaydigan holatda, ya'ni dominant belgi bo'lgan. Ingibitor gen ham ta'sir etmaydi. Ikkinchi belgilari noma'lum. Gomozigota holatda ham, ya'ni katta I bo'lsa ham, katta I bo'lsa ham mana shunday rang bo'lishi mumkin. Demak, chatishtirilyapti. Hosil bo'lgan organizmlar debdi. O'zaro chatishtirilganda och yashillar olindi debdi. Och yashil olinishi uchun bu yerda aytganimiz gomozigota resessiv organizmlar vujudga kelgan bo'lishi kerak. Ya'ni kichik a farzandlar tug'ilishi kerak. Bunda demak xulosa qilishimiz mumkin, ota-onada ikkinchi belgilari gomozigota resessiv bo'lgan. Oq farzandlar ham tug'ildi. Suqsunlarning oqlari tug'ilishi uchun gomozigota resessiv kichkina I bo'lishi kerak. Demak, ota-onada ikkalasida ham resessiv belgilar bor degan. Belgilar va ularni boshqaruvchi genlarni ota-ona genotipini yozing deganmiz. Ota-ona genotipini yozdik. Pinet kataklarda ota-ona gametalari va avlodlarni toping. Genotipini yozing deb aytibdi. Demak, bizda heterozigotalar soni 2 tadan bo'lgani uchun umumiy 16 talik pinet katak tuzib olishimiz kerak bo'ladi. Pinet katagini yozib oldik. Savollar: berilgan ma'lumotlardan foydalanib A va S belgilar topshiriqlarini bajaring debdi. A och zangori. Demak, zangori bo'lish uchun bizga katta A bo'lish kerak. Och rangda bo'lish uchun kichik B bo'lish kerak. Och zangori katta I belgisi ham bo'lish kerak. Ya'ni rang vujudga chiqishi uchun. Mana shunaqa organizmlar nechta? Ya'ni necha foiz debdi. Ko'ramiz bizda qaysi belgilar mana shunday xususiyatga ega. Och zangori, och zangori, och zangori, och zangori. Demak, katta A bilan katta I'si bo'lishi kerak. Och zangorilar umumiy, demak 9 dan tashkil etibdi. 16 dan 9 ta. Demak, bu yerda javob 16 tani 100% olamiz. 9 dan 8% teng 56,25%. B javob. Och yashil rang debdi. Och bo'lish uchun demak bizga och yashil rang bo'lish uchun kichik A'lar bo'lishi kerak. Och rang bo'lish uchun kichkina B'lar bo'lishi kerak. belgi katta holatda bo'lishi kerak. Ya'ni nechta? Necha foiz? Yashil ranglar, och yashil ranglar, och ranglar, och yashil, och yashil, och
och yashil. Uchta chiqyapti. Tak. O'n oltitasi 100%. Uchtasi x%. O'n sakkiz 75%. Sajab. Oq rangli o'rdaklarning hosil bo'lish ehtimolini toping. Oq rangli o'rdaklar 4 ta bor bu yerda. 16 tasi 100%. 4 tasi x teng. Ya'ni qaysilar? Oq ranglilar mana bu ichki ilari borlar. Mana bular hamda bular hisoblanadi.